Nega masjidga chiqmaysiz? Chiqqim keladi. Mana ichaman, ichmasam tura olmayman. Shu zormandani juma kuni to'xtatalasizmi? To'xtataman. Bo'ldi, tish-pishlarni yuvib, og'izlarini chayib chiqavering. Jumaga chiqdi. Haligi odam jumaga chiqdi. Endi jumaga chiqqanda ham hamma yoni aroqni bosib ketdi. Odamlar jim gapirmalaring bu odam. Gapirma. Ertasi kundan bomdod namozga chiqa boshladi. Aroq ichishni butkul to'xtatdi. Faqat jamoatda turadigan bo'ldi 5 vaqt namozda. O'shani janozalarini jumada birinchi bo'lib shu odam janozasini o'qiganman, hech esimdan chiqmaydi.